60 yoshdan oshgan erkaklar, e'tibor bering. Oshxonangizdagi shu meva sizni sekin, ammo aniq kuchdan ayirib kelayotgan bo'lishi mumkin. Har kuni ko'zingiz tushadigan, hatto foydali deb o'ylaydigan o'sha meva aslida jim dushman. U sizning testosteron darajangizni asta pasaytiradi, qon tomirlaringizni toraytiradi, tanangizdagi hayotiy kuchni sondiradi. Eng yomon tomoni, siz bunga ishonmaysiz, to o'zingizda o'zgarishni sezmaguningizcha. Ko'pchilik hali ham bu mevani yurak uchun foydali deb biladi. Ammo men, doktor Miguel Carrasman, 30 yildan ortiq tajribaga ega shifokor sifatida sizga boshqacha haqiqatni aytaman. Klinikamda ko'plab erkaklarning hayoti o'zgargan. Faqat bitta oddiy narsa tufayli, ular bu sog'lom deb atalgan mevani dietasidan olib tashlagach. Men yillar davomida bir narsani qayta ko'rdim. 60 yoshdan oshgan erkaklar o'z tanasini tasodifiy ovqatlanish bilan emas, maqsadli tanlov bilan qo'llab-quvvatlaganda, natija uzoq kuttirmaydi. Kuch, ishonch, energiya bular qaytadi. Shuni tan olaylik, hamma mevalar bir xil emas. Ayrimlari sizni yoshartiradi, ayrimlari esa tanangizni jim holda qaritadi. Ba'zilari organizmdagi estrogenni oshiradi, insulinni keskin ko'taradi, eng muhimi, azot oksidini kamaytiradi. Bu modda esa erkak tanasining eng muhim asoslaridan biri. U yetishmasa, qon aylanish susayadi, kuch pasayadi, hayotiy ishonch sonadi. Ammo aksincha, bor yogi tortda oddiy meva bor. Ular qon aylanishini kuchaytiradi, testosteronni faollashtiradi va erkak energiyasini tabiiy yo'l bilan uyg'otadi. Men bu videoda sizga aynan shu haqda, qaysi tortda mevadan qat'iyan voz kechish kerakligi va qaysi torttasini har kuni iste'mol qilish zarurligini ochiqchasiga aytaman. Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz va o'zingizdagi kuchni, hayotiy ishonchni, yotoqxonadagi quvvatni yana his qilishni istasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men sizga shunday bir meva haqida aytamanki, u mening ayrim bemorlarimga yillar davomida susayib borgan kuchni atigi bir necha haftada qayta tiklashga yordam bergan. Boshlashdan oldin, agar siz kuchni, energiyani va ishonchni qaytarishni qat'iy istasangiz, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomalarni yoqing. Chunki bu yerda men siz uchun maxsus ishlab chiqilgan, ilmiy asoslangan, lekin amalda sinovdan o'tgan tavsiyalarni ulashaman. Agar sizni bu mavzu qiziqtirsa, izohlarda 1 yozing. Agar yo'q bo'lsa, "Oh" deb yozing. Shunda men keyingi safar siz uchun eng muhim bo'lgan mavzularni tanlay olaman. Bir meva, uzum, testosteron uchun yashirin tuzoq. Uzumlar odatda sog'liq ramzi sifatida qaraladi. Kichkina, shirin va antioksidantlarga boy, ular mukammaldek tuyuladi. Ammo 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun, ayniqsa muntazam iste'mol qilinsa va manbasiga e'tibor bermasangiz, ular ko'proq zarar keltirishi mumkin. Muammo shundaki, tijoriy qishloq xo'jaligida uzumlar eng ko'p pestitsidlar bilan ishlovdan o'tkaziladigan mevalardan biri. Sertifikatlangan organik bo'lmasa, ular sintetik kimyoviy moddalar bilan to'la bo'lib, erkak tanasida estrogen kabi ta'sir qiladi. Bu tabiiy testosteron bilan raqobatlashib, jinsiy ishtiyoqni pasaytiradi, qorin sohasida yog' to'planishiga olib keladi, prostata muammolarini kuchaytiradi va yaqinlikdagi reaksiyani zaiflashtiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uzumlardagi pestitsid qoldiqlari endokrin tizimini buzib, keksaygan erkaklarda sperma sifatini yomonlashtiradi. Mening bemorlarimdan 68 yoshli Xuan har kuni organik bo'lmagan uzum yeb, qon bosimini yaxshilaydi deb o'ylardi. Uzumlarni chiqarib tashlab, estrogen kam mevalarga o'tgach, u 3 haftada ertalabki energiyasi oshganini, uyqusi yaxshilanganini va yillar davomida yo'qolgan ishonchni qaytarganini sezdi. Uzumlar dushman emas, lekin testosteron pasayotgan keksaygan erkaklar uchun hatto kichik gormonal muvozanatsizliklar katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Maslahatim, organik bo'lmagan uzumlarni kamaytiring yoki butunlay to'xtating va uzum sharbatidan voz keching. Bu shakar va pestitsidlar bombasi bo'lib, salomatlikka putur yetkazadi. 2 meva, konserva qilingan meva salatlari. Shirin xavf konserva qilingan meva salatlari qulay va foydali ko'rinadi. Rang-barang, yumshoq va osongina yeyiladigan. Ular ko'plab 60 yoshdan oshgan erkaklarning nonushta yoki atrofidagi ovqat tanlovi. Lekin bilmagan narsangiz shuki, bu mevalar qon tomirlar, gormonlar va shaxsiy hayotga zarba beruvchi shirin tuzoq. Muammo mevalarda emas, balki ularni suvlagan siropda. Aksariyat konserva meva salatlari yuqori fruktoza bilan to'ldirilgan makkajo'xori siropi yoki oddiy shakarlarga boy konsentrat sharbatlarda saqlanadi.
Bu shakarlar insulinni keskin ko'tarib, arteriyalarni yalliglanishga olib keladi va azot oksidini, mustahkam yaqinlik reaksiyasi uchun zarur moddani kamaytiradi. Makkajo'xori siropi ham jigar yo'glanishi, estrogen ko'payishi va testosteron pasayishi bilan bog'liq. Mening 71 yoshli bemorim Carlosa yillar davomida bu konservalar yeb, charchoqlik, ong noaniqligi va jinsiy ishtiyoqni butunlay yo'qotgan edi. Konservalar o'rniga kam shakarli yangi mevalarga o'tgach, energiyasi qaytadi va shaxsiy hayoti asta-sekin yaxshilandi. Hatto yengil siropda yoki qo'shimcha shakarsiz deb atalgan turlari ham aldovchi, chunki mevalar oylar davomida saqlangan, tolalarni yo'qotgan va kimyoviy qo'shimchalar bilan to'ldirilgan. 3 meva, banan, kutilmagan qiyinchilik. Bananlar eng mashhur mevalardan biri. Yumshoq, qulay va sog'lom attirma sifatida targ'ib qilinadi, ular idealdek tuyuladi. Ammo energiyasi past yoki yaqinlik muammolari bor 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun bananlar o'ylagandan ham ko'proq zarar keltirishi mumkin. Pishgan, ayniqsa yumshoq bo'lgan bananlar oddiy shakarlarga boy bo'lib, insulinni tez ko'tarib, testosteronni pasaytiradi. Vaqt o'tishi bilan bu shakar ko'tarilishlari insulin qarshiligiga, vazn ortishiga va sekinlashgan metabolizmga olib keladi. Bularning barchasi mustahkam reaksiyani saqlash qobiliyatiga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, bananlar serotonin ishlab chiqarishiga aralashib, uyquchanlik yoki ruhiy befarqlikni keltirib chiqaradi. Bu jinsiy ishtiyoq va motivatsiyani zaiflashtiradi. Mening bir bemorim bananli nonushtadan keyin letargiya va fikrlar noaniqligini sezardi. Keksaygan erkaklar uchun bu ruhiy befarqlik yaqinlikdagi qiziqishning pasayishiga aylanadi. Tort meva, quritilgan mevalar, shakar portlashi, quritilgan uzumlar, xurtalar va boshqa quritilgan mevalar shirinliklarni kamaytirishga harakat qiluvchilar uchun sog'lom attirma sifatida ko'rinadi. Lekin ular energiyasi past yoki yotoqxonadagi ishonchsizligi bilan kurashayotgan 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun eng yomon variantlardan biri. Bu mevalar tolalarsiz shakar konsentrati bo'lib, yutilishini sekinlashtirmaydi. Bir stakan quritilgan uzumda gazlangan ichimlik bankasidagidan ko'proq shakar bor. Bu insulin ko'tarilishlarini keltirib chiqarib, testosteronni tushiradi. Bundan tashqari, tijoriy quritilgan mevalar ko'pincha o'simlik yo'glari yoki saqlagichlar bilan qoplangan bo'lib, testosteron va yaqinlik salomatligi uchun muhim minerallar, sinkni sorishiga xalaqit beradi. Mening bemorlarimdan ba'zilari uyqu oldidan xurtalar yeb, sog'lom tanlov deb o'ylardi. Lekin bu shakarlar qon shakarini yuqori ushlab, uyqudagi gormonal tiklanishga putur yetkazayotganini bilmas edi. Endi 60 yoshdan keyin erkak salomatligingizni buzishi mumkin bo'lgan tortda meva haqida bilganingizdan so'ng, bemorlarimga qon aylanishini yaxshilash, testosteronni ko'tarish va hayotiy kuchingizni tasavvur qilganingizdan tezroq tiklash uchun tavsiya etadigan tortda kuchli va e'tibordan chetda qolgan meva haqida gaplashaylik. Agar 60 yoshdan oshgan erkak bemorlarimga doimo tavsiya etadigan bir meva bo'lsa, u anor bo'ladi. Bu meva nafaqat mazali va shirin, balki qon aylanishini tiklash va testosteronni himoya qilish uchun eng samarali tabiiy vositalardan biri. Anorlar polifenollar, o'simlik antioksidantlari bilan boy bo'lib, oksidlovchi stressga qarshi kurashadi va tomirlar salomatligini mustahkamlaydi. Bu juda muhim, chunki yaqinlikdagi faollik to'liq yaxshi qon oqimiga bog'liq. Ilmiy tadqiqotlar shuni isbotlaganki, anor azot oksidini ko'paytirib, tomirlarni bo'shashtiradi va mustahkam, izchil natijalarga yordam beradi. Klinik sinovlarda har kuni sof anor sharbati ichgan erkaklar bir necha haftada jinsiy funksiyada sezilarli yaxshilanish va testosteron ko'payishini kuzatdilar. Bu faqat tashqi o'zgarishlar emas, balki gormonal va tomir tizimiga chinakam yordam beruvchi oddiy meva. Men charchagan, umidsiz bo'lib, eng yaxshi yillari o'tib ketdi deb o'ylagan erkaklarni ko'rdim. Dietasini o'zgartirib, anorni qo'shgach, bir stakan sof sharbat yoki yarim stakan urug'lar shaklida, ular 30 kun ichida ko'proq kuch, ertalabki mustahkamlik va abadiy yo'qolgan deb o'ylagan ishonchni his qilishlarini aytishdi. 100 sof, qo'shimcha shakarsiz anor sharbati tanlang yoki yangi urug'larni tanlang, ertalabki yogurtga qo'shing yoki shunchaki yeng. Tanangiz javob beradi. Anor qon aylanishingizni yaxshilasa, keyingi meva himoya qiluvchi bo'lib, testosteronni yashirin zararlardan saqlaydi va energiyangizni o'girlaydigan gormonal stressni nazorat qiladi. 2 meva, kivi, testosteronning qoriqchisi. Kivi bozordagi eng ko'zga tashlanmaydigan mevalardan bo'lishi mumkin, ammo 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun gormonal salomatlik va erkaklik hayoti uchun qadrsiz xazina. Bu yashil meva vitamini bilan to'la, ba'zida apelsindan ham ko'p va bu ko'pchilik o'ylagandan ham muhimroq.
C vitamini testosteron ishlab chiqarish uchun asosiy, urug' hujayralarini oksidlovchi stressdan himoya qiladi va gormon darajangizni mustahkam saqlaydi. Lekin kivi ko'proq ish qiladi. U tabiiy fermentlar bilan boy bo'lib, ovqat hazm qilish va ozuqa moddalarini yutishni yaxshilaydi. Yosh o'tishi bilan hazm tizimi zaiflashadi. Shuning uchun sog'lom ovqatlar yesangiz ham har doim zarur narsani ololmaysiz. Kivi bu bo'shliqni to'ldiradi. Sink va magniy kabi erkaklik kuchi uchun muhim minerallarning qonga yetib borishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, kivi stress gormoni kortizolni kamaytiradi. Bu testosteron bilan raqobatlashuvchi. Yaponiyadagi tadqiqotlarda kuniga 2 ta kivi yegan erkaklar haftalar davomida yaxshiroq uxlagan, qon bosimini pasaytirgan va ruhiy holatini yaxshilaganlarni ko'rsatdilar. Bularning hammasi yaqinlik va hayotiy kuchni tiklash uchun zarur. Kivi butunlay yeng, hatto qobigini ham, u yeyiladigan, tolali va qo'shimcha ozuqalar beradi. Faqat yaxshilab yuving yoki organik tanlang. Qobigi yoqmasa, faqat go'shti ham o'zgarishlarni boshlash uchun yetarli. 3 meva. Tarvuz. Tabiiy Viagra. Tarvuz faqat yozgi salqin meva emas. U 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun qon aylanishi va yaqinlik salomatligini qo'llab-quvvatlashning eng kuchli tabiiy vositalaridan biri. Sirstrulin tanada argininaga aylanadigan birikmada. Bu azot oksidini ko'paytirib, tomirlarni bo'shashtiradi va eng zarur joylarga optimal qon oqimini ta'minlaydi. Sintetik dori-darmonlardan farqli o'laroq, yurak yoki bosimga xavf tugdirmasdan, yumshoq va xavfsiz ishlaydi. Mening 60-70 yoshli bemorlarimdan ko'plari kuniga tarvuz yeyishni boshlagach, ayniqsa ertalab och qoringa, ertalabki mustahkamlik, chidamlilik va kunlik energiyani his qilishlarini aytishdi. Tarvuz hazm qilish oson, yog' va tuzga kam va foydasini maksimal qilish uchun yangi bo'laklarni tanlang. Sotib olinadigan sharbatlar o'rniga, ular ko'pincha qo'shimcha shakar bilan. Agar sharbat istasangiz, yangi tarvuzni aralashtiring. Qobig yaqinidagi oq qismni ham qo'shing. U yerda sitrulin ko'p. Ba'zilari zanjabil yoki limon bilan aralashtirib, ta'sirini kuchaytiradi. Maqsad vaqtinchalik ko'tarilish emas, balki uzoq muddatli tomir va gormonal salomatlikni qurish. Tort meva. Ko'k mevalar. Gormonal himoyachi ko'k mevalar kichkina bo'lsa-da, 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun kuchli sir saqlaydi. Bu qorong'u rezavorlar antosianinlar, o'simlik birikmalari bilan to'la bo'lib, tomirlarni himoya qiladi, yalliglanishni kamaytiradi va testosteronni hujayra darajasidagi yashirin zararlardan saqlaydi. Ko'k mevalar ong va tanaga yordam beradi. Keksaygan erkaklarga aqliy ravshanlik, muvozanat va jismoniy reaksiyalarni saqlashga yordam beradi. Yosh o'tishi bilan stress erkak salomatligining asosiy dushmaniga aylanadi. Testosteron ishlab chiqaruvchi hujayralarga zarar beradi, tomirlarni zaiflashtiradi va asab sezgirligini pasaytiradi. Ko'k mevalar tabiiy tozalagich sifatida ishlaydi, erkin radikallarni zararsizlantirib, gormonlar uchun sog'lom muhit yaratadi. Bu mustahkamroq reaksiyalar, tezroq tiklanish va yaxshiroq aqliy diqqatni anglatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'k mevalarni muntazam yeyish insulin sezgirligini yaxshilaydi, ong noaniqligini kamaytiradi va xotirani mustahkamlaydi. Bularning hammasi tanangizdagi holatga bog'liq. Kunni yarim stakan yangi ko'k mevalar bilan boshlang. Grek yogurtiga qo'shing, smuziga aralashtiring yoki shunchaki yeng. Natijalar o'zlari gapiradi. Yaxshi konsentratsiya, ko'proq ishtiyoq va munosabatlardagi yangi bog'lanish hissi. Xulosa, hammasini birlashtirib, salomatligingizni o'zgartiring. Agar siz 60 yoshdan oshgan erkak bo'lsangiz, har kuni tanlagan mevalaringiz hech qachongidan ham muhimroq. Uzumlar, konserva meva salatlari, bananlar va quritilgan mevalar zararsizdek tuyulsa-da, ular testosteron va qon aylanishingizni buzishi mumkin. Aksincha, anor, kivi, tarvuz va ko'k mevalar qon oqimingizni, energiyangizni va erkaklik kuchingizni jonlantirishi mumkin. Mukammal bo'lish shart emas, faqat izchil bo'ling. Tanangiz hali ham kuchli, ishonchli va jonli bo'lishni biladi. Togri yordam bering, u sizga javob beradi. Bir luqma, bir kun, bir qaror, shunday davom eting.